Dimlimi kebab o'xshab ketdi ya, tuqqanlar. Tönöge tineshli bir demeysizlar, sizlarga salomim chiqarmadim, shpilmi yo'llab biramay qoldim. Unja g'urib yembirim qilib o'tirdiga fursatmi yo'q, asali birimi qilaychi deb dadisidan jo'ri qo'yib dimlim kebab qildim. Say go'shtlari o'z ta'mvela shundoq o'xshar ki, oxirgacha ko'rib o'g'in qo'ysangizlar, aldirashgohlarda echil dostixonda chiqqandekla asata yav qoldi jumim. Tegiga maylig'aroq go'shtli biraqur tizilib, tuz, zirlazadi sipab yana tizimizda. Andi ustunga mashna qattiq yumshoqlik qarab tizsingizlar bo'ldi. Har bir qavtiga ayrim mashna tuzlardan sipolisizlar jumim. Hojodi biza chech qo'ysangizlar tamamda bo'ldi. Saydiga musuli degan gap qo'tuqqanlar. Shuningga sayingizlar jiqara qo'qasa, suni bak az qo'yingizlar jumim. Buningdan az qo'ysizlar. Men bizlar suyimni chiqay bolalar nanga millatni yesima deb mo'shuncha qo'ydim. Ammo odat quruqg'ara qoldi-chu bu tomoq rasmiy quruq kebabdan yeymiz desangizlar, buni yermichilikni qo'ysizlar jumim suni. Chaqtishqalarmi, ko'ykitarmi deb ansira ketmasingizlar bo'ldi. Endi buni 2-3 minut o'tirib qaynatib, ekib polodimlayl g'asuz, o'tda 40 minutlar dimla qo'ymiz jumim. Qattiqroq, cho'g'aroq usqanliq go'shtlar bo'ldi jumim, ammo ulan qilgan vaqtda oldimlar bir 20 minut dimlab, aka sayingizdan solsizlar jumim. Mashtaq gapni to'liq kelsam, ochchingizlarga qalamdagi seyrib o'tkitdi ekan sizlar. Mening amda deb bilsam ko'nglim unamay ketgani bir yo'ldan amda o'qishib yavag'ay kelib, endi bilsimi deb bilmaydiganlar va hunurini yo'shirib shunga adamga sotqinlik qilmay to'l seyratmangizlar jumim tuqqanlar. Ustiga qizil yeshil lozlarni o'zingizdan ixtiyor bo'yicha sasingizlar, samsingizlar bo'layverdi. Mana endi